Assalomu alaykum diyor kanalga tashlab yaxshiman. Bayatdan saman gaq degansa, shunga mana shu video tutorial qilib kimroqlam ishlab vatay deb nima qildim. Mana bu sening og'ining VTHO sen USD kanalimi yoki Euro kanalimi qo'yman. Men faqat shumush USDT anonikin yoki bo'lmasa Binance coin bo'lgan nisbatlar chiqdi ekan. USD nikin tahlil qilay. USD'nin hazır mı Tags chart qara. Tags chartda sen nereden kirdan uqmayman. Lekin hazırqı şu növbeti turatqan bahanın özü bir ta qarşı video stand var mı ya da? Bu video stand birinchiden ma bir kanal kurup turatsa, maya bir ta video stand. Anınki ikinciden miyada bir bat patında bir patın var. A, B, X, A, B, C, D. Sen eğer de bat patının nimeligini bilmek olsan Google'ga bat patın deb kirgizsang ona şu bat patın degan şu. Hem de elbette bu Google'da miyada chiqqanlar iliqi baklam bize yüzey kerak nima? Ma aytgan hisobotlar, lekin miyadikisi hazır şu bat patın hem desapdi. Bu bir miyada hazır manuzaz tushishning signali. Lekin men sana herkes bunu setib etmoqchi emas hazır. Çünkü bu xuddi tushishning signali bo'lgan o'xshash, ma kanalning o'zimi ahamiyatda bullish flag pattern. Bullish flag pattern desang samarasinikidak qarab ko'ringmi? Bir üstüdü, tushdi, damda ilgir kim buldu, paralı bir sızıqmachida anikin chiqdi ustiga. Bu bir bullish flag pattern degan. Hesab mushun o'zim ham bir o'sishning signali hamda, lekin nada mashab ustudu degani bilish biza nima? O bir o'yinga ish, lekin hamiyat mayaning o'zidan mashab azroq tushdi. Tushdi aniq. Anandan mening san tavsiyalarim sen qanday qilay deb emasmi? Qachonlik olay, nima olay deb degansan. Sana tavsiyelerim eğer de ma pul eğer düşüp ma rayon kelsa qara. Bu rayon qandaq rayon desang, mayada üstüge chiqib, tamam qalamni nima qilay? Üstüge chiqibdi, past tushibdi, andan keyin yana mayada nima qilib hisobda bir qatim bir turibdi emasmi mayada? Qara. Üstüge chiqibdi, past tushibdi, üstüge chiqibdi, mayada bir siksak var shunami? Mayada bir siksak. Bunda üstü çıkarttı hesapta. Demek oğlum del muş rayonun üzüye emette. Maş rayon miye de bir karşılık vakıra. Yani bir untaş sonu vakıra. Bu diğerlik herkes mişay kilodu diğerlik emez. Lekin mişay kep kalsa asan buldu diğerlik em pakatlam. Mişaydan asan buldu. Hem diye eğer de mishaylarga kilalab qolib qolsa, bu bir nihoyat bir yaxshi bir ahvol degani. Birinchidan kanalning bu parallel channelninki ostidagi tarafga urilishi mumkin birinchi. Ikkinchidan mayatki ma bir untash soni va ani uchinchi bu yerda yana bir bot pattern bor. Bot pattern va yatın tushunadimi? Bot patternning birisi miyada baqara. Ustiga chiqdi. Ananınki miyada bir pastga tushdi, miyada bir ustiga bir chiqdi. Endi taxminan 800 necha 886 900 degan rayonning hamma ostida turdi, ostida bir tasam turdi, 0,9 deb bir san turdi. Aslında taki 886'dan boshlab mash rayonni bo'lsa mishayichi boz bo'ldi degan. Ama şu rayonu tahminen siz koysan bir bat pattern var ve bu bat pattern'ınki nimesi küçüğü bunu östürdü hesapta. Şuna Uygur işkanlar diğer eğer de almak olsanlar maşı nimini muş coin'i VTHO diyen coin muş rayonda ben diyen rayondan üst kalsanlar buldu. Saklap durupça şu rayonun gelişine. Aniki ma MACD grafikimni ayt chiroyli chiqadi hozir men birinchidan ma volumini ayt chiroq ma'ligi, ikkinchidan ma qayryapti. Demak tushishi ojiz hisobda, tushishi ojiz. Tags chartda.
Demek bununki nimesi üstüge meniş ihtimalım xili bar. Nima volqin chartnasak bu MSD grafik işim çıkmayken. Çünkü belki yeni bir coin olganlık üçün bu. Ma 5 tunun chartga kirsak, bu hem de ösüşen signal vermeydi. Belki pes düşüşünü atayın. Belki pes düşmeyle üstü çıkışam mümkün. Lekin men demek çoğum eğer ama pes düşüp miye uçup qolib qalsa, diyersem qo'rqib ketme ve müşrayından qaytadan kirsan bo'ldi yana. Tavsiye şu.